Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 59-cı sure Haşr. Madinada nazil bo'lgan 24 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah ahli kitobdan bo'lgan kofirlarni, ya'ni Bani Nazir yahudilarni tunji qitimliq surgunda uylaridan haydab chiqadi. Sizlar ularni kuchli turib bunda xorolda chiqib ketadi deb gumon qilmagan edinglar. Ular o'zlarining qo'rg'onlarini o'zlarini Allohning azobidan to'siy oladi deb o'ylagan edi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi. Allah ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ular qo'rg'onlarini o'zlarining qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzdi. Ey aql egilari, ularning holidan ibrat elinglar. Agar Alloh ularni surgun bo'lishiga hukm qilmagan bo'lsa edi, albatta ularni dunyoda o'ltirish bilan azoblaydi. Ular oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Bu yana ularning surgun qilinishi shuning uchundirki, ular Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashdi. Kimki Alloh bilan qarshilashadi ekan, shubhasiz Alloh uni qattiq jazolaydi. Ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nazirning xurmalarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar, hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Allohning ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudilarni rasvo qilish uchundir. Alloh payg'ambarga ulardan, ya'ni Bani Nazirning mollaridan qaytirgan g'animatlarni sizlar ot to'gilarni choptirib qo'lga keltirgan emas. Lekin Alloh payg'ambarlarni xohlagan odamga musallat qiladi. Allah her narsaga qodirdir. Allah payg'ambarga g'animat qilib bergan ahli qura, ya'ni Qurayza, Bani Nazir, Badak va Xaybar kuffarlarining mollarini ishchinglardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmasligi uchun Allohga, payg'ambarga, payg'ambarlarning qish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xos qildi. Payg'ambar sizlarga berganini elinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Allohning azobi qattiqdir. O g'animatning bir qismi diyoridan haydab chiqarilgan, mol-mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam beradi. Ana shular iymonda sodiq odamlardir. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan, imoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansorilar yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ichtorlik qilmaydi. Ular muhtoj turug'liq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishguvchilardir. Ulardan keyin kelganlar, Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmag'in. Parvardigorimiz, sen nihoyat mag'firat qilguvchisan, mehribonsan deydi. Munofiqlarning o'zlarining Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilgan ahli kitob birodarlarga, yurtinglardan chiqarib etilsanglar, biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning zininglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa, cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligini ko'rmadingmi? Alloh guvohlik beradi-ki, munofiqlar cho'qim yolg'onchidir. Agar ular haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Agar ularga urush ichilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Bergan taqdirda yuz o'rib qochadi. Ahli kitob yordamga erishamaydi. Shubhasizki, sizlar ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliksizlar. Bu shuning uchundirki, ular Allohning ulug'ligini tushunmaydigan qavmdir. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tomlarning orqasida turgandilar, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qila oladi. Ularning urushi o'z ichida qattiqdir. Ularni o'm deb o'ylaysan, holbuki ularning dillari tarqoqdir. Bu shuning uchundirki, ular tushunmaydigan qavmdir. Ular, ya'ni yahudilar, ulardan ilgari yaqindila o'tgan qilmishlarining vabolini tetiganlarga, ya'ni mushriklarga o'xshaydi. Ular oxirat qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar, yahudilarni urushga qiziqtirishda shaytonga o'xshaydi.
Öz vaqtida shayton insonga kofir bo'lgin dedi. İnson kofir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman, men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman dedi. Ularning ya'ni shayton bilan insonning oqibati birlikda do'zaxga kirish, do'zaxda mangu qilish bo'ldi. Ana shu zolimlarning jazosidir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Har odam ata, ya'ni qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir. Ahli do'zax bilan ahli jannat barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguvchilardir. Agar biz Qur'onni bir taqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh ekkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U yo'shirunni, oshkorni bilguchidir. U nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egasidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun maxluqotning malikidir. Pakdir, ya'ni hamma nuqsondan pakdir. Mu'minlarga salomatlik berishlovchidir. Do'stlarni qo'rqinchdan, azobdan amin qiluvchidir. Hammani ko'zitib turg'uchidir, g'olibdir, qahr qiluvchidir, ulug'liq egasidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pakdir. Alloh hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qiluvchidir, hamma narsaga surat shakl berishlovchidir. Eng chiroyli qismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih etib turadi. O g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir.